Selam dostlar. Men Aysuv. Sizler uchun qiziqdi ertaga tushirib bo'laman. Anna deyin mememizga bo'linglar. Endişe ketdik. Erta bayag'i bir zamanda o'rmonda ship-shikumda kichkintoy suv uy bo'ldi. Bir kuni su eshikning qashidan chiqqan o'tib bora жатты. Kichkintoy ship-shikumda uyda kim bor ekan deb so'rabdi. Hech kim javob bermagan keyin chiqqan kirib su uyini o'mishira boshladi. Su eshikning qashidan baqa o'tib bora жатты. Ship-shikumda eshikni ko'rib baqa so'rabdi. Qirvoq tushqanman. Sen kimsin dedi. Men boqaman dedi. Ikimiz birga turamiz dedi. Baqa baq deb eshikka kiribdi. Eshikka qanday baqa ikkovi til tabisib, ikkovi o'mishirib. Bir kuni su eshikning qashidan biqitib sekirib qo'yan keladi. Qo'yan aytadi. Naga kichkintoy suv uyda kim bor dedi. Chiqqan aytadi. Men qirvoq tushqanman. Men boqaman. Sen kimsin dedi. Men qo'rqoq qo'yanim. Kel unda birga umr suraylik dedi. Qo'yan jarak deb sekirib uyga kirib ketadi. Shiva tortib umr surib ketadi. Kunga u tulki keladi. Tulki aytadi. Kichkintoy suv uyda kim bor dedi. Chiqqan aytadi. Men qirvoq tushqanman. Men boqaman. Men qo'rqoq qo'yanman. Sen kimsin dedi. Men tulkiman dedi. Tulki aytadi. Kel birga turaylik dedi. Tulki jarak deb quvonib uyga kirib ketadi. Endi 4 bo'ldi. Eshikka tili sag'ittab qasqa keladi. Kichkintoy uyda kim bor dedi. Kichkintoy suv uyda kim bor dedi qasqir. So'sin tushqan aytadi. Men tushqanman. Men boqaman. Men qo'rqoq qo'yanman. Men tulkiman dedi. Sen kimsin dedi. Men sarqasqinman. Kel birga turaylik dedi tulki. Savab uyga kiradi. Kichkintoy uyga beshiv desi ketdi. Do'stlar tatda umr surib ketdi. Buni jiddiy kelgan ayu anjatgan do'stlarning dovustlarini eshitdi. Shunga jahlim kelib, suykumdi. Ko'p kichkintoy suv uyda kim bor dedi. Chiqqan aytadi. Tirqidoq chiqqanman. Men boqaman. Men qo'rqoq qo'yanman. Men tulkiman. Men qasqirman. Sen kimsin dedi. Men Qurbonboy ayuman dedi. Jaraydi, kel birga turaylik. Ayu ara-beri qurbonlab uyga kirmoqchi bo'ladi. Onun bassig'ani men eshikka degan simaydi. Mao tavsulgan ayu kishi uyning shatirini chiqib turayin dedi. Yo'q, bizning kichkintoy eshigimiz sen ko'tara olmaydi dedi. Qo'yan. Shunga bari sindirasin dedi. Qo'rqbondir. Tipte üstüne bo'lmaydi dedi. Ayu ularning so'zlarini quloq osmaydi. Turg'unlari amalsiz kezishadi.
аю құрбандап үйшіктің төбесіне шығады. Қаны соғақ екен, үйшік сықырлап шашылып қалады. Шыққан бақа, қоян, түлкі, қасқыр бәрі аман есе үйшіктен шығып үлгереді. Аюға олар ренжімейді. Жаңа үй тұрғызуға кірісіп кетті. Осылайша достар өздеріне жап-жаңа үй құрастырып алыпты. Осымен ертегі бітті. Достар, сендерге ертегілер ұнай ма? Ертегі ұнайтынын комментарияға жазып кет.